Bizim maqsadimiz xalqqa qimmat mahsulot sotish emas, yetarli darajada hosildorlikka erishib, stabil narxda, erkin narxda, dostupniy hamyonbop narxda sotish o'zi aslida. Hozir issiqxona tashkil etamiz. Aha. Prezidentimiz 153-sonli qaror asosida yoshlarga berilgan yerlardan ayolim bilan birga shu joyni olib issiqxona barpo qilganmiz. Istilmaydigan issiqxona, to'g'rimi? Savomli. Yana bitta qiziq savol bor. Siz avval shug'ullanganmidingiz? Buni xabaringiz bormidi yo birdan yer tushgandan keyin birdan dehqon bo'lib qoldi? Kamida 10-15 nari bersa bor ekan. Hali o'zingiz yoshsiz, qarang, shuncha tajriba bor ekan. O'rganinglar o'rtoqlar. O'zi biladi, siz bilasiz. Boshqa hech kim bilmaydi uni. Buni butun respublika bilishi kerak. Surxondaryo viloyati Nurli-Diyor mahallasiga keldik. Mana shu yerda yoshlarimiz yer olib dehqonchilik qilayotgan joylar bor. Hozir dektarlar bilan suhbat quramiz. Yaxshi ukamiz bor, Zamonbek. Hozir suhbatni olamiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ishlarda yaxshimi? Harakatlar bilan assalomu alaykum. Ismingiz o'zi Zamonbek, shunaqa juda bir zamonga mos yigitlar deb umid qilamiz. Zamonbek, qani keling siz bilan gaplashaylik. Mana siz o'sha yer olgan yoshlardan, shunaqami? Butun respublika miqyosida turli xil yoshlar o'zini hududlaridan ta'kidlab o'tish kerak. Suvli va yaroqli bo'lgan yerdan ta'kidlab o'tishimiz kerak. Haligi avvallari bo'lganda, ma'lum bir vaqtlarda berganda eng kekka hududda suv bormagan joylardan berilardi. Keyin aytildiki, "Yo'q, yaxshi joydan beringlar bularga" dedi. Mana siz shunaqa yerlardan joy olgansiz. Nima faoliyat olib borasiz? Bitta tushuntirib berasiz o'zingiz. Bu yerda hozir issiqxona tashkil etamiz. Aha. Prezidentimiz 153-sonli qaror asosida yoshlarga berilgan yerlardan ayolim bilan birga shu joyni olib issiqxona barpo qilganmiz. Ha, qancha joy berdi? Bu yerda 15 sotik qo'ydi. 15 sotik. Ayolingiz bilan o'zingiz olgansiz. Ayolim bilan o'zim olganmiz. Zo'r. Endi ko'raylik rost ekan, boya men ichkaridan sizlarga ko'rsatdim. Eshikni oldiga e'tibor bermaysizlar. Eshikni oldi. Bu istilmaydigan issiqxona, to'g'rimi? Savonbek, istilmaydigan. Chunki eshikni oldilarida shunaqa sal pastroq bo'ladi, narigi tomonda balandroq. Necha sotik dedingiz bu yerda? 15 sotik. 15 sotik joy. Qanaqa, nima ekilgan? Bu yerga bo'ron navlaridan ekilgan. Buran. Issiqxona uchun maxsus navlar. Surxondaryo sharoitiga mos. Ha. O'zimiz sharoitiga mos keladigan navlardan ekilgan. Zo'r. Yana bitta qiziq savol bor. Siz avval shug'ullanganmidingiz? Buni xabaringiz bormidi yo birdan yer tushgandan keyin birdan dehqon bo'lib qoldingiz? Uyda ham, uy xo'jaligimizda ham bor, kichkinaroq. Ha, bor o'zi. Ha. Bu sohada avvaldan yosh. Tajriba bo'lgan. Tajriba bo'lgan. Demak, parashyutdan tushganingiz yo'q, xullas. O'rtoqlar, shunaqa joylari bor. Yoshlarga yer berilyapti, haqiqatan imkoniyatlar berilyapti, lekin tajriba yo'q. Lekin agar ham tajribasi bo'lsa Zamonbekka o'xshagan, bu nuri sigalo nuri bo'ladi. Juda ham yaxshi xursandmiz. Yana bizni bitta narsa qiziqtiradi. Bitta muammo bor. Muammo sizlarda bu qilayotgan ishlardan emas. Mana ko'rib turibmiz, o'sha pomidor pishyapti. Kasalliklar yo'q. Ma'lum vaqtdan keyin ma'lum bir hududlarga o'sadi, hosil beradi. Muammo yo'q. Lekin ko'chatdan boshlab mahsulotni sotish davriga kelganda ba'zan yoshlarimizda sotishda muammo bo'lib qolyapti. Eshitgan bo'lsangiz kerak o'zidan, to'g'rimi? Eshitgansiz shunaqa. Narxlar tushishi bor. Narx tushib ketib qoladi, xarajatini qoplamaydi, boshqa bo'ladi. Zamonbek, menda bir fikr bor. Yoshlar ishlari agentligi Alisher Zafarovich o'zi bilan Yosh fermerlar kengashida yosh fermerlar sotuv maktabi, shu sotuvchilar maktabi degan loyiha bor. Ya'ni bunda sizga o'xshagan yoshlar urug'ni tashlagandan boshlab bugungi kungacha bo'lgan jarayonni hammasini video tasvirlarga olib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, o'zini vlogini olib boradi. Birinchi savol, sizda shunaqa vlog bormi, yo'qmi? Yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi soatdan boshlab Zamonbek o'zini xususiy kanalini ochadi. Biz yordam beramiz. Juda katta tajribamiz, o'zimizga qanchalik qurbimiz yetsa, sizga u yo'llarni o'rgatamiz, algoritmni o'rgatamiz. Va bugundan keyin Zamonbekda mana shu mahsulotni pishib yetilishidan avval bu yerda klientlar kelib, "O, men olaman, menga boshqa hech kimga bermay turing" deb o'shani sotadigan yoki umuman platformalarda sotadigan bir tizim bor. Sizlarga o'xshagan reklama, targ'ibot, o'zingiz birinchidan shaxs sifatida o'zingiz targ'ibot qilishingiz mumkin. Ikkinchidan mahsulotni, agrotexnikasini sizga o'xshagan qancha yoshlar bor, mahsuloti bor, boshqa odamlar sotib tirikchilik qilyapti. Sizlar birlashib shu platformani yangilashinglar kerak. Bu elektron formatga o'tadi keyinchalik. To'g'ridan to'g'ri mana shu yerda onlayn, mana shu yerda odamlarga sotish mumkin. Buning imkoniyati bor. Xitoy tajribasi o'rganildi va hayotga tatbiq qilish arafasida juda ham katta qismi dallallarda o'zidan sotiladi. Kelib haligi o'rtakashda olib sotarlar ham yo'q. Bu sizga shunchaki lifehack. Kanallarni ochamiz. Telefoningiz bor, ha? Bor. Telefon bor. Nomni qo'yamiz. Bugundan boshlab nafaqat o'zingizniki, balki yon atroflarda ham targ'ibot qilishda biz sizga yordam beramiz. Kerak bo'lsa, materialniy обеспечение, kerak bo'lsa o'sha telefonlarda ham gaplashib hal qilsak bo'ladi. Kelishdika. Kapillarni shuni qilsiz. Bu zo'r, уже tomchilab sug'orish qilingan. Tomchilab sug'orish qilingan. Ha. Yer ostidan olinadi. Ha. Bu yerda tashqi ariqlarimiz bor. Ariqdan suv olib, kapillarga jo'natamiz.
vaziyatga qarab. Vaziyatga. Demak, yo tomchilab sug'orish yoki kerak bo'lsa ariqdan. Yo'q, ariqdagi ham Kapilniga keladi. Просто suvni istочниga o'xshaydi. Tushunarli. Kam qilish uchun. Tushunarli. Juda yaxshi. Tomchilab sug'orish, ozuqalar ham hammasi shundan ketadi. Necha yillik tajribangiz bor? Yoshlikdan shug'ullanib yurganmiz, endi 2008-yildan beri. Ha, demak, kamida 10-15 nari bersa bor ekan. Hali o'zingiz yoshsiz, qarang, shuncha tajriba bor ekan. O'rganinglar o'rtoqlar. Kelingchi, tashqarida nimalar bor? Tashqarida ham yerlarimiz bor ekan. Bu yoqda ham ekishib edi, hosilni olgan, endi xudo xohlasa bu yerga parnik qilmoqchi bo'lyapti. Ha, bu yerga parnik qiladi. Bu ham shu yoshlardek-a? Tushgan daromaddan parnik qiladi nasib etsa. Mana hozir Zamonbek bilan kelishdik biz. Kartoshkani ekilish vaqti, agrotexnikasi, boshqa hududlar bo'yicha kartoshka bo'yicha juda ham katta tajribaga ega bizning agrover korxonasi bor. Bunaqa joyda urug'ini qaysi paytda ekilish kerak, qaysi paytini tanlasangiz hududga mos tushadi, qaysilarini agrotexnikani qilsa hosil ko'proq bo'ladi. Ya'ni kichikroq joydan, kichik hududlardan katta miqdorda hosil olish, foydalanish, ha? O'shani agar targ'ibotda qo'yib borib turadigan bo'lsa, biz onlayn aloqada bo'lib turamiz. Zamonbek qo'yadi, mana kartoshkani urug'ini ekdi, 3 quloq bo'ldi, 5 quloq bo'ldi, hozir mana bunaqa ozuqalar berish kerak dedi. Sug'orish mana. Bu yerda hozir ariq ichidan sug'orilyapti Zamonbek. Aslida bunda ham sprinkler qo'yib qo'yadigan bo'lsa, birinchidan iqtisod bo'ladi, ham kartoshka juda ham yaxshi ko'radi o'sha narsani. Kelinglar, bo'lmasa bitta ish qilsak, hozir gaplashdik. Kanallarni ochadi. Biz bir nechta shu sohaga kartoshka bo'lsa kartoshka, tomat bo'lsa tomat, boshqa yo'nalish bo'lsa chorvachilikmi, qo'ymi, marhamat, chorvachilik bo'yicha ham maslahat beramiz. Bitta biriktiriladi, faqat bitta bulardan talab qilinadigani qilgan ishini yashirgan holda, yashirish ham demaylik, ular hali tushunib yetmayapti. Yurmasin bunaqa, o'zi biladi, siz bilasiz, boshqa hech kim bilmaydi uni. Buni butun respublika bilish kerak. Butun bu yoshlarimiz qilayotgan ishini boshlanishidan boshlab ko'chat qaysi paytda tayyorlanyapti, nima bo'lyapti, o'sha paytda o'zi mutaxassislar bilan yordam berishni boshlaymiz. Bir vaqtni o'zida bu yerda deylik, misol uchun 30 tonna bo'ladigan bo'lsa, u 60 tonnaga chiqishi mumkin. Ya'ni juda ham ko'p samaradorlik oshadi. Zamonbek, bu biz shunchaki taklif bilan kelmadik. Marhamat, qo'y boqasizlarmi, kartoshka ekasizlarmi, avvalo razmeshcheniya bo'yicha yordam beramiz. Ana undan keyin buni yuqori samaradorlikka erishish va eng nimasi sotish. Sotishda agar buni sota olmasa, sizga foydasi yo'q uni. Mana shu yerda samaradorlik bo'lish kerak. Oxirida sen nima qilding bu yerga? Nima harakat topdingmi, yo'qmi degan joyga savolga javob sotuv orqali keladi-da. Agar buni tashlab yuboradigan bo'lsangiz, bu yaxshi hosil ola olmaydigan bo'lsangiz, hosil olganingizni ham yaxshi pulga sota olmaydigan bo'lsangiz, sizga o'xshagan nechta yoshda motivatsiyasi tushib ketib qoladi. Bu juddiy ham haligi xavotirli holatda biz uchun. Shuning uchun mana shuni bugundan boshlab boshladik. Men sizga o'zim bosh bo'lib ochtiraman. Telefoningiz joningizami? Yonimda. Hozir shu yerda hozir biz bilan o'tirib sizga kanal ochamiz. Bugun biz sizga dastlabki roliklarni oldirib qo'yamiz. Bugundan boshlab mana shu yerda Zamonbek boshchiligida mana shu hududda dastlabki vlog olish boshlanadi. Biz siz bilan doimiy aloqadamiz, yordamdamiz. Kelishdikmi? Biz siz bilan qattiq xayrlashmaymiz. Qachon bu pishadi endi? Birinchi terim uzildi endi. Uzilganmi? Kamroq bo'lsa ham. Ha, nech puldan sotildi? Qisir bo'lmasa, oldini yo sotdingizmi yo narx qancha bozorda hozir? Narx hozir 18 ming topshirildi-da. 18 ming. Bu yaxshimi? Umuman olganda. Bo'ladi. Undan qimmat bu kanish qimmat bo'lsa yaxshi-yu. Qancha qimmat? Ha, bozor ko'targani. Ertaroq pishirsa ertaroq sotadi. Bizi maqsadimiz xalqqa qimmat mahsulot sotish emas, yetarli darajada hosildorlikka erishib, stabil narxda, erkin narxda, dostupniy hamyonbop narxda sotish o'zi aslida. O'sha yo'nalishda bo'lsa, hamkorlik qilsak juda manfaatli bo'ladi. O'rtoqlar, yana bitta yoshimiz topdik. Yana bitta yangi agro blogerimiz paydo bo'ldi. Nasib etsa, aniq ishoninglar, bu bolani yaqin vaqtlarda biz ko'rsatamiz. Nafaqat o'zingizni kartoshka kerak bo'lsa, mana shu atrofdagi bo'ladigan ishlarni yoritasiz. Biz sizga polni kartlanishni beramiz, ochib foydalanasiz. Kelishdikmi? Qattiq xayrlashmadik o'rtoqlar. Hosil pishganda bizga mahsulotlar yuborasiz. Biz sizni buni rolikingizni, sizni rolikingiz orqali ko'rsatamiz. Kelishdikmi? Zamonbekning hosillari o'zining kanalida biz orqali kollaboratsiya qilib ko'rsatiladi inshaalloh. Qattiq xayrlashmadik. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Dastlabki ishlarni boshlaymiz. Hamkorligimiz xayrli bo'lsin inshaalloh.